Ertaga qanday ob-havo kuzatiladi? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet ertaga 13-iyun kuni uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 20-25 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, sel, suv, toshqin yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.